Bir gektardan 850 tonna hosil. Kimyoviy vositalarsiz. Energiya 30% tejiladi, suv va o'g'it 40% gacha. Doimiy avtomatik nazorat, ya'ni ichkarida hamma narsa, havo tarkibi, harorati, suv, barchasi kompyuter orqali nazorat qilinadi. Bu 5-avlod issiqxonasi. Kelajak ustimizga bostirib kelyapti. Kecha faqat xayolda bo'lgan narsalar bugun ko'z o'ngimizda. Dunyo shiddat bilan o'zgarib boryapti va ortda qolib ketayotganlarga havas qilib bo'lmaydi. Ular ertaga o'zgalarga qaram bo'ladi. Shu uchun ham har bir jamiyat esini yig'ib olishi va rivojlanishi kerak. Biz O'zbekistondagi issiqxonalar bilan bog'liq vaziyatni ko'rsatgan edik. Hukumat hozir vaziyatni yaxshilashga urinilyapti. Biz esa issiqxonalar mavzusini davom ettiramiz. Iqlim o'zgarishi, suv tanqisligi, geosiyosiy notinchlik. Bunday vaziyatda har bir xalq ertasini o'ylash kerak, xususan oziq-ovqat xavfsizligini. Bugun sizga issiqxonalarning 5-avlodini ko'rsatamiz. Biz Qozog'istonning Aktobesidamiz. Issiqxonalar evolyutsiyasi oddiygina konstruksiyalardan boshlanib, yuqori texnologik, avtomatlashgan komplekslarga aylanib boryapti. Necha gektar bu? 10 gektar issiqxona va 1 yillik jami hosildorlik 8500 tonna. 5,000 tons. In total we have 5. Issiqxonamiz 2 blokka ajratilgan. Qo'shimcha yoritish tizimi qish mavsumida ishlatiladi, yozda yoritish tizimi kerak bo'lmaydi. Without lights is for our summer season. Bu yerda 9 oy davomida har 2 kunda 22 tonna mahsulot chiqadi. 5 gektarda. Ya'ni bundan maqsad nima? Siz ertaga mahsulotingizni sotayotganda bir terimda bitta fura to'ldira olsangiz, siz narxsiz belgilaysiz. O'rtadagi o'rtakash emas va bu narsa sizga ertaga Rossiya bo'ladimi, boshqa davlatlar bo'ladimi, supermarketlar bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlash imkonini beradi. Mahsulot qancha chiqadi? 1 kvadrat metrda 90 kilogramm, yozgi blokimizda 80 kilogramm hosil olinadi. Nima iqtisod bo'ladimi bu 5-avlod issiqxonalarda? 5-avlodda eng iqtisod bo'ladigan narsa bu energiya xarajatlari. Ya'ni gaz ekonom. Gaz xarajati, albatta, gaz xarajati deyarli nimaning evaziga gaz iqtisod bo'ladi? Bu yerda bir nechta faktorlar bor. Birinchi faktor bu energiya tejamkor pardalar hisobiga. Ikkinchisi bu yerda o'sha ishlatilgan sun'iy yoritish tizimlari, ya'ni bu yerdan chiqayotgan issiqlik va to'g'ri qilingan energiya sistemasi, konturlarni to'g'ri taqsimlangani va albatta eng muhim tarafi 5-avlod texnologiyasini havoni issiqxona ichida muntazam aylantirish. Bu issiqxonalar yoritish moslamalari iste'mol qiladigan elektr energiyaning 90%ni issiqlik energiyasiga aylantiradi. Boshqa issiqxonalarda bunday bo'lmaydi. Avvalgi eski issiqxonalardan fundamental farqi nima? The Ultra Klima greenhouse in general works best. Ultra klima issiqxonalari quruq havo sharoitida juda samarali. Misol uchun, Aktobeda havo quruq, namlik past, bu sharoitda 5-avlod texnologiyasi bemalol o'zini sovita oladi. Hatto namlik yuqori o'lkalarda ham qo'shimcha texnologiyalar orqali bemalol ichki iqlimni boshqarish mumkin bo'ladi. Your profit. Ultraklima bu salkam to'liq yopiq tizim. Ichki muhit kompyuter orqali maksimal nazorat ostida turadi. 4-avlod issiqxonalarida tepada ko'plab darchalar bo'ladi. Havoni almashtirib turish uchun. Bu esa issiqlik isrofiga olib keladi.
Bu yerda esa issiq havo tashqariga chiqib ketmaydi. Energiya iqtisod bo'ladi. Qanday qilib? Issiqxonaning bir chekkasida ultra klima zonasi bor. Isitgichlar va yoritgichlardan chiqadigan issiqlik tepada yig'iladi, ammo tashqariga chiqarilmaydi. Balki ultra klima zonasiga ventilyatorlar orqali haydaladi va bu yerda plastik quvurlar orqali isitish tizimiga yo'naltiriladi. Bu zonaga tashqaridan filtrdan o'tgan, tozalangan havo kiradi. Tashqarida havo isib ketgan paytda filtrlarga suv uzatiladi va natijada havo ichkariga sovigan holda kiradi. Bundan tashqari ultra klima zonasiga o'simliklarga kerak bo'lgan karbonat angidrid yuboriladi. Natijada bu yerda o'simliklar uchun mukammal, kerakli haroratdagi, namlikdagi va kerakli gaz bilan boyitilgan havo qorishmasi hosil bo'ladi va issiqxonaga yuborib turiladi. Endi muhim tarafi, qarang. Buni issiqlik darajasi 90 gradus suv bo'lishi kerak. Bu yerda isitish tizimimizda 40 gradus, bu yerda ham 50 gradus. Ya'ni masalan biz ko'proq kontur bizga nima yordam beradi? Kech kuzda yoki erta bahorda tashqarida 15-20 gradus bo'lganda biz butun teplitsani 90 gradus suvni isitishimiz shart emas. Bizni qozonimiz bizga kerak bo'lgan qaysi kontur ishlatadigan bo'lsak, 50 gradus, 40 gradusda ham kunduz ham kechki temperaturani ushlashi yordam beradi. Va bu albatta umumiy hajmda oladigan bo'lsak, gazni juda ham katta hajmda iqtisod qilishga yordam beradi. Oddiy oynali 4-avlod issiqxonalardan 30% gacha energiya tejamkor. 1 kilo pomidorni yetishtirish uchun bu yerda kamroq gaz sarflanadi. Sarflanadi. Well, Elektrni o'zimiz ishlab chiqaramiz. Gaz piston uskunalari orqali biz ham isitamiz, ham o'zimizga kerak bo'lgan elektr energiyani ishlab chiqaramiz. Ishlab chiqarilgan elektr energiya orqali lampalarni oktyabr oyidan aprel oyigacha ishlatamiz. Gaz piston orqali issiqxonada optimal ichki iqlimni ushlaymiz. Bunday sharoitda ko'chatlar stressga tushmaydi va yuqori hosil beradi. Yuqori sifatli mahsulot qimmatroq sotiladi. Bu esa bizga katta ustunlik beradi. Plyonkali teplitsa bilan oynali teplitsani yondoshuvida ham farq bor. Ya'ni bu oynali teplitsa bu industrial, ya'ni katta hajmdagi ishlab chiqarish deyiladi. Proyekt qilinayotganda kamida 10 yillik istiqbol inobatga olinadi. Ya'ni bo'lajak 10 yilda narx necha pulga oshadi, energiya necha pulga oshadi. Necha tur mahsulot yetishtirsa bo'ladi mana shunaqa kompleksda? from my experience, O'z tajribamdan kelib chiqsam, bu texnologiya orqali pomidorning bir nechta turlari, bodring, salat yetishtirganmiz va bundan tashqari atirgul va qulupnay ham yetishtirish imkoni bor. 5-avlod issiqxonalarda asosiy 80% issiqxonani ham isitib, ham sovutadigan qism mana bu plastik turbachalar. Ya'ni bizga kerak bo'lgan hamma issiqlik, namlik, uglekislik gaz miqdori hammasi bu yerda tayinlanadi va issiqxonaga, ya'ni bu qatorimiz uzunligi 120 metr bo'lsa, 1-metr bilan 120-metrdagi pomidorimiz hamma narsani bir xil oladi. Bir xil o'sadi. Yana eng asosiy qismi Shokir aka, bu yerda pardalar, energiya tejamkor pardalar. Bu yerda ko'rpa emas. Afsuski bizda hozir ko'p Ko'rdim, men yurib keldim, ko'rpalarni ko'rdim. Bu yerda maxsus matodan qilinadi. Ya'ni bu Ko'rpa ko'rmayapman u. mana ko'rasizmi? Ustunligi ham shunda. Mana bu yerda shu darajadagi yig'ishtiriladiki, bu 20 santimetrga olib keladi. Ha, hozir parda yig'ilgan. Yig'ilgan holat. Aha, lekin ko'zga umuman hech narsa ko'rinmayapti. Ko'rib tursangiz, bizda tros tizimi. Ya'ni trosda siz uni oxirigacha yig'ib, maksimal darajada uni qisqartirasizda, qish paytida bizga quyosh kerak bo'lgan paytda maksimal nurni ichkariga ta'minlashimiz kerak. Hech qanaqa soya bo'lish kerak emas. Quyoshni issig'i maksimal darajada kirish kerak ichkariga. Radiatsiyasi, nuri. Ko'rpa albatta yoritish tizimlari. Qanchalik muhim yoritish o'simlik uchun, mana pomidor uchun? Bu juda ham muhim. Ya'ni issiqxonadan maqsad sezon emas davrda mahsulot yetishtirib, bozorda tanqis paytda uni yetishtirib
qimmat bo'lgan paytda maksimal ko'p sotish maqsad. Pomidor qishda biz bilamizki, kun uzunligi 8 soat, 9 soatgacha tushadi. Farqi yo'q bizda quyosh radiatsiyasi qanchalik kuchli. Bu yerda yoritgichlar ilmiy o'rganilgan, qancha nur taratadi, Albatta. qancha intensivlik, hammasi o'rganilgan. Shunaqa, masalan, hozir kimdir kelib senga lampa qo'yib beraman, qishda mahsulot olasan desa va u narsa masalan 15 bizning O'zbekiston sharoiti 15 ming lyuks bo'lishi kerak. U qishda hosil olish uchun. Kimdir keladida 5 ming lyuksga lampa qo'yib ketsa, bizni tadbirkor xursand bo'lib o'tiradi, lampam bor deydi, lekin u faqat xarajatga tushadi. Bu pomidorlar biologik jihatdan 18 soat o'sadi. 6 soat uyquda 18 soat o'sadi. Qishda bizda faqat 8 soat kun. Ya'ni biz 10 soatda buni ushlab turishimiz kerak. Bu agar uyquga ketib qolsa, u uyqu rejimiga o'tib oladi. Ko'chatda metabolizm jarayoni sodir bo'lish uchun unga shu intensiv darajadagi nur kerak bo'ladi. Ya'ni pomidor bu yerda xuddiki o'zini quyosh nur taratib turibdi-ku deganda his qiladi. Qo'pol qilib aytganda biz pomidorni aldayapmiz-da hozir, to'g'rimi? Va undan ko'p narsa kutyapmiz. Qutichalarni ko'ryapmiz-da bu yerda. Nima bu? Issiqxonamizda hosildorlikni ko'tarib berish eng muhim omillardan yana bittasi bu arilarimiz. Arilar ko'chatxonada changlanishni ta'minlaydi. Yaxshi changlanish bo'lsa, sizda ko'proq hosil bo'ladi, u hosilning sifati yaxshi bo'ladi. Va bu arilar yaxshi uchib, yaxshi changlanish uchun sizda optimal issiqxona ichida havo bo'lishi kerak. To'g'ri namlik, to'g'ri harorat, issiq bo'lsa ham yaxshi uchmaydi, sovuq bo'lsa ham yaxshi uchmaydi bular. Va yana bitta muhim tarafi, bu kabi 5-avlod issiqxonalarda qachonki biza sun'iy yoritish tizimi bilan foydalanilayotganda maxsus arilar ishlatish talab qilinadi. Ya'ni arilar ham har xil turda bor, qo'pol qilib aytgan arzoni bor, qimmati bor. Bu kabi high-tech issiqxonalarda albatta qimmatini ishlatishimiz kerak. Chunki bu genetik kodi bo'ladi. Ya'ni quyosh emas, sun'iy yoritish tizimi ostida ham o'z ishini optimal bajarish uchun. Demak, bu arilar mana bu chiroqlarni quyosh deb qabul qiladi. Albatta. Shunaqa ishlab chiqilgan bu. Albatta. Masalan, qo'pol qilib aytganda oddiy plyonka issiqxonalar uchun mo'ljallangan arini olib kelib bu yerga qo'ysangiz, bu holatda ular uchmaydi. Ular quyosh qani deydi. Quyosh qani deydi, qo'pol qilib aytganda stressga tushib mandraj bo'ladi. Bu qayerdan kelgan bu arilar? Bu arilar asosan Gollandiyadan va hozir yaqin-yaqindan o'zi Turkiyada ham yetishtirishni boshlashdi. Bular asal bermaydi. Asal bermaydi. Faqat shu 5-avlod issiqxonalarda uchib yurib, changlatib nima qilingan, ishlab chiqilgan. Albatta. Seleksiya orqali. Seleksiya orqali. Tizim yopiq, ochiq darchalarsiz bo'lgani sabab ichkarida sun'iy ravishda biroz bosim hosil qilinadi. Ushbu bosim sabab tashqaridan iflos havo va zararkunandalar ichkariga kira olmaydi. Kirmoqchi bo'lgan hasharotlarni ushbu bosim orqaga uloqtiradi. Tekin bioxavfsizlik. Kam sonli darchalar esa kompyuter nazorati ostida ortiqcha bosimni chiqarib yuborish uchun biroz ochiladi xolos. O'simliklarni oziqlantirish nima bilan oziqlantiriladi va qay tartibda? Substratmi? Substrat deyiladi. Nimadan qilinadi bu? Bazalt toshdan qilinadi. Lekin yumshoq. Juda ham yumshoq, juda ham yengil va buni asosiy qismi tosh bo'lganligi uchun bunda hech qanaqa biologik element yo'q. Zararkunanda, har xil mikroblar, top-toza. Bu narsaga ko'chatni solganimizdan keyin beradigan hamma oziqamiz, suvimiz to'g'ridan-to'g'ri ildizga, ko'chatga yo'naltiriladi. Bu nima endi bu? Bu mineral blokimiz. Urug'larni bunun ichiga solamiz. 30 kun, 40 kun davomida ma'lum bir rivojlanish davrini o'taydi. Keyin biz asosiy yetishtirilgan zonamizga olib kiramizda va u yerda turgan o'sha mineral bloklarning ustiga qo'yib chiqiladi va bu yerda o'sha ma'lum rivojlanishga yetgan ko'chatlar ildizlari yana ham rivojlanishni ta'minlab beradi. Tomir ketadi-chi. Ildizi shu bo'yi rivojlanib ketadi. Sizni ertaga ko'chatlaringiz har biri bir xil ravomda rivojlanadi. Ya'ni birinchi kubikingiz 50 kundan keyin hosil bersa, ikkinchi kubi 55 kundan keyin yoki 60 kundan keyin hosil berish, bu narsa kuzatilmaydi. Suyuqlik shaklida beriladi oziqa, to'g'rimi? Qorishma suvda tayyorlanadi va tomchilatib sug'orish uskunalari orqali ko'chatlarimizga yetishtiriladi. Qorishmada o'sha o'simlikka kerak bo'ladigan o'g'itlarni kombinatsiyasi. Vegetatsiya va generatsiya degan narsalar bor.
ya'ni o'sha vegetatsiya davrida ma'lum bir strategiya qilasiz dorilar bilan generatsiya, ya'ni уже siz mahsulotingizni donlatishingiz kerak, donni qizartirishingiz kerak. U davrda siz уже boshqa strategiya, Oziqa boshqacha bo'ladi. oziqa kombinatsiyasi boshqacha bo'ladi. Aqto'beda bo'lganimizda gollandiyalik mutaxassisimiz aytdiki, bu yerdan chiqib ketadigan oziqa yana qaytadan yana ishlatiladi. Bazalt toshidan qilinganligi uchun bu yerda faqat o'sha berilgan oziqani drenaj, ya'ni orqaga qaytgan suvning ichida faqat o'sha suv idora bo'ladi, yetishtirilgan. Ya'ni u narsani biz ma'lum bir texnologiya asosida 40% gacha tejab uni qayta ishlash imkonini beradi. Ya'ni bu bilan ham suvni, ham mineral o'g'itlarni 40% gacha hisob qilish imkoni bor. Hech narsa bir zovurga qarab ketib qolmaydi, foydali narsalar. Shunday maksimal darajada qayta ishlab hisob qilish uchun mo'ljallangan. Bu yerda siz nima ish qilyapsiz? Bunda har rad bitirgan кезде so'ni yozamiz. Yozasiz. Pasinka aldım, so'ni yozaman. Каждый bitirgan radni yozib o'tiraman. O'sha orqali tekshiriladi. Kim qancha жұмыс istedi, qalay istedi. Bunday qolib qo'yganda da olyaptim pasinka. Mana olib tashlaysiz mana bunaqa ortiqcha narsalarni. Bir kunda qancha ryadni nima qilasiz? Ha, bu yengil ku bir kunde. So this is our service zone. Here we Bu bizning servis zonamiz. Bu yerga ikkala issiqxonadan pomidorlar keltirilib, karton qutilarga qadoqlanadi. Hosil kam bo'lgan mavsumda kuniga 25-30 ming kilogramm hosil teramiz. Ko'p bo'lgan mavsumda kuniga 60 ming kilogrammgacha. Hosil ko'p teriladigan payt bu bir varakayiga 2 issiqxona ishlagan mavsum, qishning boshida hamda bahorda bo'ladi. Eng tig'iz payt. Mahsulotimizning asosiy qismi aynan shu paytda yetishtiriladi. Boshqa mavsumlarda ham mahsulot yetishtiramiz, lekin faqat bitta issiqxonada. We are an export company. Biz eksport qiluvchi kompaniyamiz. Rossiya chegarasi yaqinida joylashganmiz. O'rtacha hisobda mahsulotimizning 60-80%ni eksport qilamiz. Qolganini esa Qozog'istonning o'zida sotamiz. Rossiyada narxlar har doim yuqori bo'ladi, lekin albatta bu bozor. Narxlar tushib ketishi va Qozog'istondagi narxlar Rossiyanikidan oshib ketishi mumkin. And that the prices in Kazakhstan are even higher than the ones in Russia. Suv to'liq sterilizatsiya qilinadi, shundaymi? У нас есть вода из скважины. Tizim bunday. Issiqxonadan 500 metr narida joylashgan quduqdan suv olinadi va issiqxona ichidagi katta rezervuarga o'tadi. Внутри теплицы. Suv osmosdan o'tadi. Keyin suvga o'g'it qo'shamiz. Bu yerda bizning o'g'itlarimiz turadi. Которые мы используем. Ну, на самом деле у нас Qudug'imizdagi suv juda toza, lekin osmos bilan baribir yordam beradi, chunki suvning tarkibida ko'plab minerallar bor, tuz, kalsiy va hokazo. внутри есть много минералов. Вот обратно Suv воды, qaytadan filtrlanadi va sterillanadi. Uni biz yana qayta ishlatamiz. кушали, будут обратно. Bu tejamkorlik degani, chunki suvda o'g'it juda ko'p bo'ladi. O'g'it esa pul. И удобрения это деньги. То есть Ya'ni o'g'it zovurga oqib ketmaydi. не уходит. Oqib ketmaydi. То есть в условиях, когда Ya'ni suv yetishmayotgan воды не paytda sizlar хватает, ancha vaqt ishlay вы можете olasizlar. долго выдерживать, правильно? Ha, lekin bizda suv doim yetarli, chunki yaxshi quduqlarimiz У bor. нас есть хорошие скважины. Просто если Aytmoqchimanki, suv kam bo'lgan hududda bu issiqxona qurilsa, bemalol ishlay oladi. выдерживать. Да. Shunday. Umuman olganda, issiqxona albatta ochiq dala maydonidagi ekin-tekindan ko'ra ancha kam suv sarflaydi. Shu sababli iqlimi quruq, suvi kam bo'lgan joylar uchun juda yaxshi yechim. Поэтому это очень хорошее решение. Hoş geldiniz bizim seramıza. Issiqxonamizga xush kelibsiz. Geldiniz. Nechta parametr
kompyuter orqali boshqariladi bu yerda. Bu yerda bizda ko'plab parametrlar mavjud. Ulardan ba'zilari harorat, yorug'lik, suv, namlik, suvdagi o'g'itlarni o'z ichiga oladi. Biz bularning barchasini nazorat qilamiz. O'simliklar uchun yaxshi muhit yaratamiz. Bu muhitda o'simliklar o'sadi va bizga pomidor beradi. Tushunishimcha, bu o'sha aynan 5-avlod issiqxonalarga xos, ha? Evet, bu Shunday, bu şimdi mintaqada bulunduğum bölge ultra klima juda muhim. U juda mos keladi bu mintaqaga. Chunki bu yerning yozi juda issiq, qishi juda sovuq, namlik juda kam. Bunaqa kompyuter orqali nazorat menimcha kolossal iqtisodga olib keladi, shunaqami? Tabii ki. Albatta, Tabii ki. hamma narsani alohida Bütün parametreleri kontrol sozlaysiz. ediyorsun. Ya'ni Her şey harorat, ayrı ayrı ayar namlik, yapıyorsun. Isısına, issiqxona nemine, qanchalik bu yopiq senin bo'lsa, ne kadar shuncha ko'p kapalı nazoratga olursa, ega bo'lishingiz o mumkin. kadar daha çok Ammo mehnat ham kontrol edebiliyorsun. juda ham Tabii muhimdir. bunun yanında işçilik. Deylik, sizda Mercedes bor, lekin haydovchi yaxshi emas. Nima bo'ladi? Issiqxonani tushunishingiz kerak, mintaqani ham tushunishingiz kerak, o'simlikni ham bilishingiz kerak. Pomidorga nima kerak? Agar siz pomidorga suv kerak bo'lganda suv bermasangiz, yorug'lik kerak bo'lganda yorug'lik bermasangiz, namlik kerak bo'lganda namlik bermasangiz, bu resurslardan foydalana olmasangiz, bu tajribasizligingiz bilan bog'liqdir. Bu psixologik tomondan ham odamga qanaqadir xotirjamlik bersa kerak, ha? Bu darajadagi nazorat. O kadar Issiqxonangiz qanchalik texnologik jihatdan rivojlangan bo'lsa, sizga shunchalik qulay bo'ladi. Chunki kompyuter siz uchun hamma narsani boshqaradi. Biz dasturlar yordamida hatto ish sifatini boshqaramiz. Stolingizda bitta ham antidepressant ko'rmadim. Juda ko'p bo'shashish ham yaxshi emas. Biz ularni vaqti-vaqti bilan tekshirishimiz lozim. Ichkarida kameralar bor. Uyda o'tirib ovqatlanayotganimizda ham kamerani yoqib o'simliklarga qarashimiz mumkin bo'ladi. Barcha parametrlar telefonlarimizga keladi. Shuning uchun biz xotirjammiz. O yüzden rahat. Tashakkur. Teşekkür. Sotish qiyin bo'lmayaptimi? In this region, in Agar sizni mahsulotingiz yuqori texnologik issiqxonada yetishtirilgan bo'lsa, Markaziy Osiyo bo'ladimi yoki Rossiya bozorimi, sotuv bilan umuman muammo yo'q. Sifatli mahsulotlarni sotish oson, ayniqsa yoz mavsumida talab katta bo'ladi. well, the more advanced the greenhouse is, Texnologiya qanchalik yuqori bo'lsa, issiqxona iqlimini shunchalik boshqara olasiz. Iqlimga ta'sir ham qila olasiz. Ya'ni qiyin sharoitda ham yil davomida mahsulot yetishtirish mumkin. Oktobrda qish juda sovuq, yoz esa juda ham issiq. Shunaqa sharoitda ham ultra klima yil davomida mahsulot yetishtirish imkonini beradi. harvest tomatoes year round. Va bizda eng katta narsasi bu ertaga tomni maxsus yuvish uskunasi bor. Tepadagi oynalar mashinalar orqali yuvib turiladi. Ultrafiolet nurlar to'siqsiz kirishi uchun. Tashqari juda isib ketganda esa tepa oynalarga maxsus kukun sepiladi. Infraqizil nurlardan himoyalanish uchun. O'zbekistonda bormi bunaqa 5-avlod issiqxona? O'zbekistonda bor, Xorazm viloyati Xonqa tumanida. Keling sanaylik bitta-bitta. Nima qilishimiz kerak? Deylik, men tadbirkorman, mening pulim bor. O'zbekistonga kelib, mana shunaqa narsani yaratib, toza mahsulot yetishtirishim uchun menga qanaqa sharoit kerak? Masalan, hozir gazni narxi, svetni narxi haqida gapirmayman. Bor yo'qligiga o'ynaymiz. Boshida. Gaz bor deylik, svet bor deylik. Agar haqiqatda yaratilinadigan bo'lsa, bizni sharoitda mahsulot yetishtirganimiz bizga ko'proq foyda beradi. Sababi bu kabi yuqori texnologiyalar qish agar mo'tadil bo'lsa, bizni qishga o'xshab, effekti undan ham ko'p. Ya'ni, masalan, gazni juda ham katta hajmda iqtisod qilish imkoni bor. Xo'p, solishtiradigan bo'lsak, Shokir aka, 1 gektar teplitsada olinadigan mahsulot 10 gektar plyonkadan olinadigan mahsulot bilan qish mavsumida bir xil. 10 gektar 10 baravar gaz tejam qilinyapti va eksport tushumi deyarli bir xil bo'lyapti. Bu birinchi masala.
Ikkinchi masala, bizni o'sha O'zbekiston mahsuloti degan brendimiz bor. Gazeta hisobiga bo'ladimi, yashiga qo'yadigan, bu farqi yo'q. Bor, bozorimiz bor. Mahsulot yetishtirsak, biz uni sota olamiz. Eng muhim taraf. Endi gazni masalan borligi o'ynadik. U agar qimmat bo'ladigan bo'lsa ham, to'g'ri yondashish hisobiga menimcha hali ham hozirgi narxda ham biz issiqxona bemalol qursak bo'ladi. Qozog'istonda vaziyat qanday? Kreditlar necha foiz? Endi kunuz kredit olishga targ'ib qilmaydi, qadriyatimiz bor, lekin fakt sifatida aytaylik-da. Qozog'istonda qancha, O'zbekistonda qancha? Qozog'istonda agar siz energiya tejamkor qo'shimcha yoritish tizimlari bilan yuqori texnologik issiqxona quradigan bo'lsangiz, yillik kredit foizi 6% dan 10 yilga beriladi. Lekin bundan tashqari davlat beradigan imtiyozlar juda ham ko'p. Ya'ni davlat siz agar qilgan investitsiyangizdan 25% ni sizga qaytarib beradi. Ya'ni qaytarib beradi, sizni olgan kreditingizni asosini yopib beradi 25% miqdorida. Siz subsidiyaga ega bo'lasiz dorilar uchun, olayotgan urug'lar uchun. O'ziga yarasha bir necha subsidiyaviy qo'llab-quvvatlash tizimlari mavjud bu. Va eng muhimi, siz proyektni agar bu yerda qilaman deydigan bo'lsangiz, o'sha yerga kommunikatsiya, infratuzilmani olib kelib berish majburiyatini oladi davlat. Keyin yana bir sanab o'taylik. Kredit qancha foiz? Kredit 6%, muddati 10 yilga. Bu nimada? Qozoq tengesida. Qozoq tangasida 6%, muddati 10 yilga. Va agar siz investitsiya qilgan issiqxona, qo'shimcha yoritish tizimi bo'lsa, oxirgi avlod issiqxonasi bo'lsa, energiya tejamkor pardalarga ega bo'ladigan bo'lsa, har bir gektariga siz qilgan investitsiyangiz 25% ni subsidiyada olasiz. Va davlat siz qurgan yerga gaz, elektr energiya, Wi-Fi gacha infratuzilmani olib kelib berish majburiyatini oladi. Даже beton yo'lgacha, asfalt yo'lgacha. Bu proyektning o'zi ham qo'pol qilib aytganda 20 million, 25 million yevrolik issiqxona. Hech qaysi tadbirkor bank talabidan kelib chiqib 100% lik zalog qo'yib bera olmaydi 25 millionga. Hech kimda yo'q u zalog. Qozoq eksport kafolatchi sifatida proyektga kiradi. Ya'ni u Qozoq eksportni ishontirishingiz uchun birinchi o'rinda siz Golland kompaniyasini topasiz. Mana ishonchli, necha yildan beri ishlayotgan kompaniya bu yerda proyektlar qilgan, u proyektlari muvaffaqiyat sababi mana bu faktori bor va shu uchun men mana shuni qilmoqchiman va bular bilan agronomiya keladi. Va joy kelsa, balki qaysidir sharoitga kelib chiqib, Gollanddan masalan mana bu hosilni olishing uchun garantiya sifatida ham olsa bo'ladi. Ya'ni uni ola olmasang shtrab to'laysan, olsang foydasini olib ketasan. Yondashuv shunaqa. Ya'ni siz bu yerda bitta proyekt qilish uchun ekspertiza jarayoni bor. Biz Golland kompaniyasi klientga to'liq proyekt chizmasini beramiz. U chizmani olib, klient ekspertizadan o'tadi. Ekspertiza boltigacha tekshiradi. Nima kelyapti, qanaqa kelyapti va uni adaptatsiya qiladi. Ya'ni o'sha ichki qurilish normalariga moslashtiradi va shu asosda proyekt quriladi. Ya'ni keldi, mana bu qilyapti ekan, voy kelibdi, pulni investor ekan, ko'zini yumganda qurgan degan narsa yo'q bu yerda. Va shu mana kuzataman-da. Mana hozir 18-19 da bizda bir hype bo'ldi. Katta miqdorda teplitsalar qurildi. Bo'ldi, mana O'zbekiston bozori polni egallayotgan Rossiyani dedi. Nima bo'layotganini o'zimiz hozir ko'rib turibmiz. Ko'p o'tgani yo'q, 5 yil. Endi mana hozir Turkmaniston o'zicha endi hype qilyapti. Lekin u ham uzoqqa bormaydi. Chunki u yoqda gaz arzon, ishchi arzon bo'lgani uchun ishlayapti. Agar ertaga sal narx oshsa, ular ham bankrot bo'ladi. Bu aniq-da. Ya'ni Qozoq o'zi uchun belgilab olgan yo'l, to'g'ri proyekt amalga oshirish qiyin, proyekt amalga oshirish muddati uzoq, lekin belgilangan tizim asosida suzib kelyapti. Uzoq muddatli farqi yo'q. Biz paydo bo'lyapmiz, yo'q bo'lib ketyapmiz, Turkman chiqyapti, yo'q bo'lib ketyapti, Qozoq o'z yo'lida ketyapti. O'zbekiston uchun ham masalan biz o'zimiz uchun belgilab olishimiz kerak. Ya'ni qanaqa mahsulot yetishtiramiz? Segmentimiz nima? Arzonchi mahsulot yetishtiramizmi? Yoki premium bo'lmasa ham yuqori sifatli mahsulot yetishtiramiz, ekologik toza mahsulot yetishtiramiz. O'shani belgilab olishimiz kerak. Chunki qancha quyida bo'lsangiz, shuncha konkurensiya ko'p. Masalan, Turkman pomidori bilan
Bizni xohlasak, xohlamasak, davlat farqi yo'q qanchalik qo'llab-quvvatlasa ham narxdan yutqazamiz. Narxdan yutqazamiz. Ular bilan ularni boshqa dunyoda yashayapti, qo'pol qilib aytgan. Biz faqat bu yerga sifat bilan kira olamiz. Turkmanistonning mahsuloti bu o'sha kimyoviy moddalar bilan yetishtirilayotgan mahsulot. Kimyoviy moddalar ko'p ishlatilgan holda va mahsuloti, masalan, qo'pol qilib aytganda, Rossiya supermarketlari Turkmandan pomidor, Erondan bodring olmaydi. Sababi ularni muddati juda ham qisqa. Ya'ni sog'lom muhitda o'smagan qishda. Bu bir hafta turar, 10 kun turar, mahsulot oqib ketadi. Shuning uchun, masalan, men o'zim Qozoqdaman, 5 yildan beri faoliyat olib boraman. Qozoqda faqat proyekt ko'payapti. Bozorda yutqazyapmiz, narxdan yutqazyapmiz degan gap yo'q bu yerda. Chunki bular biladi. Premium mahsulot yetishtirsa, to'g'ridan-to'g'ri supermarketlar bilan ishlaydi. U yerda Xitoy, O'zbek, Turkman, pomidori degan narsa rol o'ynamaydi. Endi qaysidir muddatda, qaysidir Rossiya ham katta, masalan, arzon hududlarida bizniki o'ylash mumkin, lekin eng asosiy bozor katta bo'lgan Peterburg bo'ladimi, Yekaterinburg bo'ladimi, Krasnodarsk bo'ladimi, u yoq qismlarida faqat ekologik toza mahsulot, sog'lom mahsulot oladi. Bizgilar hozir shu pastki segmentda o'zimiz bilan o'zimiz kurashyapmiz. Biz bilamizki, bu sohada gollandlar deyarli hammadan o'tib ketgan. Qanday erishildi bu narsaga? Nazarimda buning asosiy sababi Niderlandiyada bog'dorchilikning uzoq tarixi bor, ulkan bilim to'plaganmiz. Gap bilimda. We can not only in the Netherlands. Bu bilimdan hozir nafaqat o'zimiz foydalanyapmiz, balki dunyodagi boshqa dehqonlar va mutaxassislar bilan bo'lishyapmiz. Hukumat, aholi va kompaniyalar bilan birgalikda ishlab, texnologiyaning yanada yuqori darajalariga erishilyapti. Ilmiy tadqiqot va ishlanmalarni samaraliroq yuzaga chiqarishimiz mumkin bo'lyapti. Shu yo'l bilan issiqxona texnologiyalari bo'yicha peshqadamga aylandik. And this is what we share now with the rest of the world. Endi xulosa qilsak bo'ladi, dunyoda endi hamma issiqxonalar mana shu 5-avlodga majbur bo'ladi o'tishga, shunaqami? Ha, issiqxonalar kelajagi 5-avlod texnologiyalari bilan bog'liq. Tashqarida qanday harorat bo'lishidan qat'iy nazar, issiqxona ichida optimal iqlim, ko'chatlar sog'lom va baxtli. Bu esa bizni baxtli qiladi, chunki biz yuqori sifat va yuqori hosildorlikka erishamiz. Yield and the best quality possible. Kelajak ustimizga bostirib kelyapti va u hech kimni ayamoqchi emas. Uxlab yotgan jamiyatlar uning og'ir temir g'ildiraklari ostida qoladi. Men bugun sizlarga yangi avlod issiqxonalarini ko'rsatdim. Ammo kelajakning shiddatli qadamlari, ertangi kunga tayyor bo'lmasak, eskicha qarashlarimiz, eski tuzumdan qolgan odatlar va uslublardan voz kechmasak, tashlaydigan qadamlarimiz biz uchun mavhum qorong'ulikka sakrash bo'lishi mumkinligi haqida o'zimning hislarimni yetkazmoqchi bo'ldim. Issiqxona bir sabab bo'ldi. Islohotlarning samarasi faqat ilm bilan ta'minlanadi. Har bir qo'yilgan qadam ilmga asoslanishi, mutaxassislarning fikriga suyanmog'i kerak. Mutaxassislar bilim va yig'ilgan tajribaga asosan samara keltiruvchi yo'lni ko'rsatadi. Ilmga suyangan qadamlar oson va samarali kechadi. Ilmga suyanmasdan palapartish qilingan ishlar esa kami bilan omadsizlik, ko'pi bilan ofatlarni olib keladi. Kelajakka tayyorgarlik ko'rish formulasi shu. Zero ilm voqelikni to'g'ri anglash vositasi. Noto'g'ri anglangan voqelik bu yolg'on voqelik, qorong'ulik.